chiqdi va yangi ligaga qo'shildi. Alash Preydi UFC 107 turnirda jangi bo'lib o'tadi. Biz albatta bunga omad tilab qolamiz. Xayrli kun o'rtoqlar, keyingi hafta jangim desam ishonasizlarmi? Ishonmaysizlar kanishlar. Chunki jang 1 oy oldin, 2 oy oldin e'lon qilinishiga o'rganib qolgansizlar. Lekin surprizlarga qanchalik tayyorsizlar bu narsani bilmayman. Prosta tomosha qilinglar, bu bola nega jim shu paytgacha deb. Время покажет. Hammaga assalomu alaykum. Odilxon boshqa jang qila olmaydi, boshqa urusha olmaydi degan joyiga fight kartimiz chiqdi. Jangimiz aniq bo'ldi. Bundan keyingi istoriyaga kirib, yangi ligani prosta portlatib tashlanglar. His qilsin Odilxon kimligini O'zbekistonda. Assalomu alaykum barcha aziz tomoshabinlar, siz Odniya kanaldasiz. Kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Aziz obunachilar, biz sizlarga shu kungacha har xil videoroliklar chiqardik, shuningdek Odilxon haqida ko'p videoroliklar chiqarganmiz. Odilxon esa oldinlari jang bo'lishda 3 oy, 6 oy, 9, 1 oy, 2 yil, 1 yillab kutardi jang aniq bo'lgandan keyin ham. Bu safar Octagon ligadan chiqdi va yangi ligaga qo'shildi. Alash Preydi UFC 107 turnirda jangi bo'lib o'tadi. Biz albatta bunga omad tilab qolamiz. Octagon ligadan chiqqanligi, nima sababdanligini o'tgan videorolikda aytib o'tgandik. Shu press konferensiyada bo'lganda doktor bilan tortishuv va urush janjallari sabab Octagon liga buni taklif qilib, shu narsalar bo'lmaganligi va boshqa narsa deb aytib o'tasan degandi, lekin shu narsaga qaramasdan u undan ham kattaroq turnir ligaga qo'shildi. Shunday ekan nima deymiz? Odilxon muxlislari bo'lsa albatta kommentariyada o'z fikrlarini qoldirasizlar. Biz esa omad tilab qolamiz. Menimcha o'ylaymanki Octagon ligadan chiqib to'g'ri qildi. Nimaga desanglar, chunki Octagon ligada Odilxon, Doktor va Kamil Karate, Tyson to'rtalasi mana shu aylanib qoldi. Chunki bu to'rtov media show edi. Qaysi tarafga borsa ham, qanday nimaga kirsa ham, ular o'zini muxlislarini shu yoqqa ergashtirib boradi va shu turnir, shu ligani olib chiqadi, tanitadigan jangchilar edi. Menimcha, meni fikrim, shu Octagon ligadan chiqib Odilxon to'g'ri qildi. Bu liga esa eng yaxshi, eng saralangan jangchilar bilan jang qiladi. Hozircha biz uning raqibi kimligini bilmaymiz. Biz albatta Odilxonga omad tilab qolamiz. Nima bo'lganda ham qaysi tarafda va qaysi ligada jang qilishdan qat'iy nazar, biz albatta buni g'alaba bo'lishiga ishonamiz. Biz esa hozir dalchilik gapiradigan va sizlarga aytadigan gaplarim, Saturn keldi. Saturn liga Octagon ligaga keldi va shuningdek katta ehtimol bilan 11-mayda Erkabulon To'xtar bilan jangi bo'lib o'tishi mumkin, chunki o'rtada Odilxon chiqib ketdi. Shu sabablami To'xtar bilan jang qilishi mumkin. Bunda esa men o'ylaymanki, albatta Erkabulon To'xtar yutadi deb o'ylayman, chunki bu necha yildan beri jang qilib va taktika, sport darajasi ancha Saturnga qaraganda yuqori. Saturn esa show media har qanaqa videoroliklar qildi va shuningdek Octagon liga reklama qildi, boshqa qildi. Shu sabab bilan keldi. Bitta jangda o'tkazib, sirazi katta jangchiga yuzib tashlab, undan jang qabul qilishini istadi va buni Octagon liga berishligi mumkin. 1-mayda nima bo'lsa ham bo'ladi. Yo yengiladi, yo yengilmaydi, yoki jang nima bo'lishini esa vaqt ko'rsatadi va shu kuni aniq bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Ba'zi bir aka-ukalarimiz yozishyapti har xil kommentariyalar. Iltimos, xatoy kamchilik har bitta insonda, har bir blogerda bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Biz albatta shuncha vaqtdan beri kuzatib kelayotgan obunachilar ichida ham yaxshi yozib, bizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar borki, biz videorolik chiqaryapmiz. Shuningdek, bizga ishoninglar va like va kommentariyada chiroyli yozishlikni davom etinglar. Sizlarga yaxshi videorolik, kачествоsi yaxshi videoroliklarni taqdim etishga, ko'ngillaringni ko'taradigan, kayfiyatlaringni ko'taradigan videoroliklar qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasa keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.